Nima uchun homiladorlik davrida qorin bilan yotish juda xavfli? Birinchidan, homila bosim ostida qoladi. Qorin bilan yotganda bachadon to'g'ridan-to'g'ri bosim ostida bo'lganligi sababli homilaning qon aylanishiga xalaqit berishi mumkin. Ikkinchidan, onaning ichki organlariga zarar yetadi. Bunday holatda jigar, oshqozon, ichaklar va qon tomirlariga kuchli bosim tushadi. Natijada onada og'riq, ko'ngil aynishi, hattoki nafas qisishi paydo bo'ladi. Uchinchidan, qon aylanishi buziladi. Qorin bilan yotish tomirlarni qisib qo'yadi. Natijada homilaga kislorod yetib borishi kamayadi. Bu esa rivojlanishga salbiy ta'sir qiladi. To'rtinchidan, homila harakatlariga xalaqit beradi. Bola harakatlari sekinlashishi yoki noqulaylik sababli onada og'riq kuchayishi mumkin. Ayniqsa 2 va 3 trimestrda qorin bilan yotish mutlaqo tavsiya etilmaydi. Eng xavfsiz uyqu holatlari yonbosh bilan, ayniqsa chap yonboshda yotishdir. Bu qon aylanishini yaxshilaydi, homilaga ko'proq kislorod yetadi. Shuni unutmangki, homiladorlik davrida hattoki to'g'ri yotish qoidalariga rioya qilish sizning homilangizning rivojlanishi uchun juda muhimdir.